Spark mashinasiga anaqa G-class deflektor qo'ymoqchi bo'lsanglar, kaltasini ozga ustib qo'yaman. Yaqinroq. Chasini chiqadi. Ko'rsat. Yaqinroq ekan. Ko'rinmaydi. Anaqa tilib olamdi. Shaftirni topsanglar o'zi bitta chiqadi. Mana shunaqa 3 ta tilib olaman. Tepa tarafida ham bo'lamdi. Ko'rishdi. Deflektorning ham bunaqa arig'i bor. Torpedkada ham xuddi shunaqa arig'i bor. Onasini simrabdan pastga tushib olib, arig'ini mo'ljallab turib. Deflektorni o'rnatib bo'lib, ikkitasini pastga tushadi. Patvarni ulanadi mana. Patvarniniki ham steker bor, uni tushirasizlar. Ikkitasi yollamacha tushganinglarda ham qorasi massa, tegidi sariq, patvarning gabariti plyusi bo'ladi. Simma rangi o'zgaradi, shuning uchun joyini eslab qolinglar.